O'tkir Hoshimov. Dunyoning ishlari. Qissadan boblar. Yozuvchi tilidan matnlarni Ashurboy Bolqiyev o'qiydi. 4-qism. O'ris bolaning oyisi. Shanba kuni mashinani darvoza oldiga olib chiqishim bilan motor o'chib qoldi. Generator tok beryapti. Benzin nasos ishlayapti. Tavakkal qilib karbyuratorni kavlashtirishga tushdim. Ochishga ochdim-u, bemorning qornini yorib qo'yib, u yog'iga nima qilishini bilmagan no'noq jarrohdek dovdirab qoldim. Mushtdek apparat ichida shunday murvatlar borligini bilmagan ekanman. Hammasi qandoq bo'lsa shundoqligicha joy-joyiga qo'yib chiqqan edim. Yana allaqancha vintlar, gaykalar ortib qoldi. Nima qilishimni bilmay tajang bo'lib tursam, orqada yuk mashinasining voshillab tormoz bergani eshitildi. Kabina eshigi taraqlab ochildi. Qarasam, o'zimning bolalikdan birga o'sgan o'ris o'rtog'im Vali tushib kelyapti. Asli oti Valentin ekanini keyin bilganman. Mahallada shu bolaning oldiga tushadigan shofyor yo'q. O'zi ham mushtdek boshidan temir tersakka qiziqadi. Bormisan, dedim quvonib. Xudoning o'zi yetkazdi seni. U shoshilmasdan oldimga keldi. Nima bo'ldi? Dedi motorga mo'ralab. Buni ko'rmaysanmi? Qo'limdagi murvatlarni ko'rsatdim. Olmadek narsaga shuncha lash-lushni erinmasdan joylaganini qara. Injenerlar ham ovsar ekan. U operatsiya bo'lgan karbyuratorga qaradi-da hushtak chalib yubordi. Injenerlar ahmoqmas, sen ahmoqsan, dedi jingalak sochlarini silkitib. Ertadan boshlab men ham kitob yozib tashlasam nima bo'ladi? Aqling yetmagan ishga aralashib nima qilasan? G'aribona qiyofada iljayib turgan bo'lsam kerak, u kulib yubordi. Paralon kurtkasini yechib mashina tomiga tashladi-da buyurdi. Otvertkangni ol. Biroq ishga kirishmadi. Aytmoqchi, mamashkani olib keluvdim, dedi zil tomonga imo qilib. Sizlar gaplashib turgunlaringcha bu yog'ini amallab ko'raman. Boyadan beri e'tibor bermagan ekanman. Yuk mashinasining kabinasida o'tirgan Zebi xolani endi ko'rdim. Ikkovlashib mashina oldiga bordik. Vali zinaga sakrab chiqib, kabina eshigini ochdi. Boshiga qalin ro'mol o'ragan, qora baxmal nimcha kiygan oyisini ko'targudek bo'lib zinadan tushirdi. Qarasam, Zebi xola mushtdekkina bo'lib qolibdi. Oyimning ma'rakalarida kelganida o'z tashvishim bilan bo'lib razm solmagan ekanman. Endi payqadim. Avvalgi alp qomatli yurganda yer gursillaydigan Zebi xolaning yarmi ham qolmabdi. Ro'moli ostidan chiqib turgan sochlari qordek oqarib ketibdi. Qop-qora yuzi yana ham qorayib ko'kimtir tusga kirgandek. Poshsha, singlimdan qolgan yodgorligim, dedi u meni bag'riga bosarkan, bo'g'iq ovozda. Ozg'in qo'li bilan yelkamga qoqib, og'ir-og'ir harsillab nafas oldi. O'zimning shirin o'g'limdan o'rgilay. Yaxshi o'tiribsanmi? Bolalikdan qulog'iga rayhon taqib yurishga ko'nikib qolganim uchunmi, hozir ham undan rayhon isi anqib ketgandek bo'ldi. Yuring, dedim uyga boshlab. Birpas dam oling. Yo'q, u yoqqa emas, singlimning uyida o'tiraman. Zebi xola og'ir-og'ir qadam bosgancha oyimning xonasiga qarab yurdi. Singlimning joyida birpas o'tiray, dedi-yu, oyim o'tiradigan joyga, deraza tagiga cho'kdi. Bo'g'iq ovozi titrab uzoq tilovat qildi. Dunyo shunaqa ekan, jon bolam, dedi o'ychan ovozda. Hamma bir-bir ketaverarkan. O'zingiz bardammisiz, xola? Dedim so'lg'in yuziga, titrab turgan qop-qora qo'llariga qarab. Nevaralar katta bo'lib qoldimi? Xudoga shukr, bolaginam o'zidan ko'paydi. 6 nevaraning duosini qilib o'tiribman.
Valijonim bitta bo'lsa ham 10 taga tatiydigan chiqdi. Zebi xola shoshilmasdan choy ho'plarkan, devordagi mixga ilig'lik duxoba g'ilofli dutorga qarab qo'ydi. Oyim dutorni juda avaylar, adangdan qolgan yodgorlik deb doim ko'z o'ngida saqlardi. Shu ondayoq bolalikdagi xotiralar, Zebi xolaning dutor chalganlari esimga tushdi-yu, sekin so'radim. Hali ham chalib turasizmi? Zebi xola ma'yus jilmaydi. Dutor chalish qatta, bolam. Qo'l o'lgur titraydi. U bir zum jimib qoldi-da, o'ychan davom etdi. Qaysi kuni tush ko'rsam, poshsha singlim bilan bir joyda o'tiribmiz. Nuqul dutor chalayotgan emishman. U shikasta kuldi. Odamzod shunaqa ekan, dedi xo'rsinib. Bola chaqam derkan, yelarkan, yugurarkan, endi og'zi oshga yetganda yiqilarkan. U titroq qo'llari bilan tizzasining ko'zini siladi. Sal sovuq tursa oyog'im shishib ketadi. Valijon maxsib oberaman, o'zingiz kiyib ko'rib tanlaysiz deb qo'ymadi. Ketayotgan joyimda birrov singlimnikiga kirib chiqay dedim. Yana choy quyib uzatgan edim, Zebi xola bosh chayqadi va mayli, bolam. Men bora qolay endi. Ikkovlashib tashqariga chiqqanimizda Vali mening mashinamda o'tirar, motorni gurullatib sinab ko'rar edi. Bo'ldi, dedi o'tirgan joyida derazadan boshini chiqarib. Ikkinchi bunaqa ustachilik qilsang o'zingdan ko'r. Ikkovlashib Zebi xolani kabinaga chiqardik. Vali narigi eshikdan kirdi-yu, mashinasini gurullatgancha haydab ketdi. Zil muyulishda ko'zdan g'oyib bo'lishi bilan g'ira-shira tong pallasida ko'rgan tushdek xotiralar yopirilib keldi. Zebi xoladan hayiqmaydigan bola yo'q edi. Erkaklardek barvasta gavdali, qop-qora bu xotinning yo'g'on ovozi ham, uzun qirra burni, ketmonni yelkasiga tashlagancha etik kiyib g'oz yurishi ham boshqa ayollarga o'xshamas. Hatto qoramtir siyrak mo'ylovigacha bor edi. U qachon qarasa qulog'iga rayhon taqib yurar, Darxon arig'i bo'yidagi hovlisida yoz bo'yi rayhonlar barq urib yotardi. Uni birinchi marta ko'rganimdayoq qo'rqib qolganman. O'shanda juda kichkina bo'lsam kerak. Oyimga ergashib Zebi xolanikiga bordim. Nimaligi esimda yo'q-u, xarxasha qilaverdim. Oyim u deb ko'rdi, bo'lmadi. Bu deb ko'rdi, bo'lmadi. Shunda Zebi xolaning jahli chiqib ketdi. Jim bo'lasanmi yo hozir ishtonimga qamab qo'yaymi? Jim bo'lasanmi yo hozir ishtonimga qamab qo'yaymi? Dedi do'rillab. Uning vajohati shu qadar qo'rquvlik ediki, ovozim o'chdi qoldi. Zebi xola sap-sariq jingalak sochli, ko'k ko'z o'ris bolasi Valini jonidan yaxshi ko'rardi. Qaysi to'yga borsa, ko'ylagining keng yengiga popuk qand monpasi jiyda solib kelardi. Uning yengi shunchalik barakali ediki, Valining do'ppisi bir pasda shirinlikka to'lib chiqardi. Vali qizg'anchiq emas, oyisi olib kelganlarni hamma bilan bo'lashib yeydi. Biroq bironta bola Valini chertsa bormi, oyisidan baloga qoladi. Zebi xola o'sha zahoti borib aybdor bolaning onasini yumma-talaydi. Sen echkiga o'xshab har yili bolalaysan, meniki atigi bitta, deydi shang'illab. Qani yana bir marta qo'l tegizib ko'rsinchi, qo'lini sindirib o'choqqa tiqaman. Zebi xola bolasini bunchalik avaylagancha bor edi. Dadamning aytishiga qaraganda urush bo'layotgan joydan keltirilgan bolalardan bittasini berasanlar deb Zebi xola ham boribdi. Ammo o'sha idoradagilar ko'nishmabdi. Siz so'qqa boshsiz, topish tutishingizning mazasi yo'q deyishibdi. Shunda Zebi xola kursini mushtlab chunonam to'polon ko'taribdiki, noiloj mana shu Valini xatlab berishibdi.
Zebi xola so'qqabosh bo'lsa ham Valini kamsitmagan. Qo'y so'yib, yurtga osh berib, sunnat to'yi ham qildirgan. Vali ham 1-sinfda men bilan birga o'qir, hisobdan yaxshi edi-yu, ona tilidan qiynalardi. Q bilan g'ni aytishga hech tili kelishmasdi. Risolat opa degan chiroyli o'qituvchi opamiz buni bilgani uchun ko'p ham qiynamasdi. U doim deraza oldidagi partada o'tirardi. Bir kuni maktabga komissiya kelib qoldi. Bir emas, 4 kishi orqa partaga borib o'tirishdi. O'qituvchi opamiz diktant yozdiryapti-yu, hayajondan ovozi titraydi. Sinf jimjit. Shu payt deraza sharaqlab ochildi-da, Zebi xolaning yo'g'on ovozi eshitildi. Vali, ma non. Hammamiz o'sha tomonga qaradik. Valining sariq yuzi olovdek yonib ketdi. Nima deyishini bilmay nuqul keting deb imlaydi. Zebi xola bo'lsa derazadan 2 arpa non uzatib turibdi. Olsangchi, qo'lim kuyib ketdi, dedi u zarda bilan. Sinf xonani bir pasda yangi yopilgan non hidi tutib ketdi. Risolat opamiz bir zum esankirab turdi-da, tashqariga yugurdi. Nima qilyapsiz, xola? Dedi yig'lagudek bo'lib. Maktab-ku bu. Maktabligini o'zim ham bilaman. Masjidga kelganim yo'q. Zebi xola ovozini baralla qo'yib do'rilladi. Bolam ertalab choy ichmasdan chiqib ketuvdi. Och o'tirsinmi endi? Risolat opamiz yalinishga tushdi. Jon xola, komissiya bor. Nima, komissiyang non yemaydimi? Bolam bir kun kech olim bo'lsa bo'lar, komissiya keldi deb kirini so'rib o'tirsinmi? Boyadan beri suv quygandek jimjit bo'lib turgan sinf xonada to'satdan qahqaha portladi. Ana, komissiyangning o'zi ham kulyapti-ku. Zebi xola derazadan boshini suqdi. Ma, bolam, yeb ol, uyalma. Bir kuni jo'raboshimiz sigirini qaytarmagani uchun Valini urib burnini qonatdi. Ertasiga qiziq bo'ldi. Tol soyasida dam olib o'tirsak, maydoncha chetida Zebi xola ko'rindi. Toy jo'raboshini yelkasiga turtdi. O'lding. Zebi xolang kelyapti. Qoch. Jo'raboshining ko'zi olayib ketdi. Qaddini rostladi-yu, keyin qo'l siltab shineliga yon boshladi. Qatta uradi. O'zi zo'rga kelyapti-ku. Qarasak, Zebi xola chindan ham zo'rga kelyapti. Qo'lidagi tayoqqa suyanib 2 qadam yuradi-da to'xtaydi. Oqsoqlanib qadam bosadi. Yiqilib oyog'ini sindirganga o'xshaydi, dedi jo'raboshimiz. Zebi xola inqillab yaqin keldi. Ammo 5 qadamcha qolganda birdan cho'loqligi tuzalib qoldi. Tayoqni baland ko'targancha 2 hatlab jo'raboshining boshiga keldi. Tayoqning qarsillashi bilan jo'raboshining dodlashi baravar eshitildi. Mana urush, dedi Zebi xola do'rillab. Urush mana bunaqa bo'ladi. U jo'raboshining gardaniga tag'in tushirdi. O'zidan kichkinaning burnini qonatish mana bunaqa bo'ladi. Jo'raboshi jon holatda dumalar, ammo qocholmasdi. Oyi, urmang, oyi. Vali oyisining qo'lidagi tayoqqa yopishdi. Tavba qildim. Jo'raboshi tipirchilab kafti bilan boshini pana qildi. Jon xola, o'lay agar ikkinchi qilmayman. Oyi, Vali Zebi xolani quchoqlab oldi. Kerakmas. Zebi xola tayoqni uloqtirdi. Nima? Meni bolam malaymi senga? Dedi dag'dag'a bilan. Sening molingni boqsin deb katta qilib qo'yibmanmi bolani? O'sha voqeadan keyin jo'raboshimiz ancha yuvosh tortib qoldi. 3-mi, 4-kuni mog'or bosgan kattakon qovoq ko'tarib keldi. Tol soyasiga o'tirib qovoqni 2 pallaga ayirdi-da, qirg'ich bilan tozalashga tushdi. Keyin pallalarning qirrasini arraning tishiga o'xshatib jimjimador qilib qirqib chiqdi. 2 pallani bir-biriga yopgan edi. Orasi kavak koptokka aylandi qoldi. Nima qilmoqchisan? Dedi toy burnini tortib. Burningga osib qo'yaman, dedi to'ng'illab jo'raboshi. Artib ovora bo'lib yurmaysan. Keyin qovoqni bir chekkaga qo'ydi-da, toyga buyurdi. Qorong'i tushganda shu yerga kelasan. Sen ham, dedi menga imo qilib. Xo'ja bari bir kelolmaydi. Dadasi chiqarmaydi. Siz O'tkir Hoshimovning Dunyoning ishlari qissasidan boblar tinglamoqdasiz. Ashurboy Bolqiyev o'qimoqda. E'tiborlaringiz uchun rahmat. 2000